O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Farg'ona shahar Munis ko'chasi 53-uyda yashovchi Artiqov To'lqinjon Erkinovichdan telefon 91 36 35 54 murojaat xati. Muhtaram Shavkat Miromonovich, men Artiqov To'lqinjon sizning nomingizga murojaat qilmoqdaman. 2025-yil 3-iyul kuni Farg'ona viloyat prokuraturasining majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nigmatullo To'lqinovich Yo'ldashev bilan video konferensiya orqali uchrashganman. Bu uchrashuvni men 2 yil kutdim. Bo'lmasam men shaxsiy uchrashuvga yozdirilganman. Men 1999-yil 6-fevral kuni Milliy xavfsizlik, Ichki ishlar boshqarmasi, Farg'ona viloyat prokuraturasidan nohaq qamalganman. Menga nisbatan 7 yil qamoq jazosi tayinlangan. Siz 2016-yil prezident bo'lganingizdan keyin men har xil idoralarga murojaat arizalar ko'p yozganman. 10 marotaba O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, 10 marotaba O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga, 10 marotaba O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qilgan bo'lsam-da, haligacha ishim hal bo'lgani yo'q. 2025-yil 3-iyul kuni Bosh prokuror qabulida shaxsan o'zlari advokatim guvohligida menga 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb ko'rsatib vajlarni keltiringlar. Men har bir vajni ko'rib javob qaytaraman deb va'da berdilar. Shu kungacha vajlar bo'yicha javob berilgani yo'q. Biroq meni arizamni avvaliga Farg'ona shahar prokurori Shirzod Mavlanov, Farg'ona viloyat prokurori Baxtiyor Ismoilov, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining 15-sonli boshqarmasi boshlig'i Imom Nazarovlar tomonidan ko'rib chiqib, tabiiyki meni arizamda ko'rsatilgan biror vajimni tekshirmasdan 2025-yil 9-sentyabr kuni 15-458-328-25 sonli javob xati, 2025-yil 10-noyabr kuni 15-4-512-722-25 sonli javob xati, 2025-yil 29-dekabr kuni 15-4-612-211-25 sonli javob xati berish bilan cheklangan. Bu qachongacha davom etadi? Men oddiy fuqaro bo'lsam, shu qo'limda hech narsa kelmayapti. Faqat sizga ishonib yuribman. Prokuratura xodimlari o'z xizmat vazifalarini qachon sidqidildan amalga oshirishadi? Biroq men tomonimdan arizamdagi 30 ta keltirgan vajlarim bo'yicha javob berilmasdan arizani muddatini qonunsiz ravishda cho'zib sansorlikka solib kelishmoqda. Men Ortiqov To'lqinjon shikoyat arizamda jinoyat ishi materiallarini prokuraturaning sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirov tomonidan hujjatlarni qalbakilashtirganligi, Ichki ishlar boshqarmasi xodimi Alimat Hamidov tomonidan meni urib haqoratlab ta'ziyq ostidagi ko'rsatib olishganligi, yuzimdan chiqqan huquqni izi tadbir o'tkazgan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan pulni majburan yuzimga tekkizishganligini natijasida paydo bo'lganligini haqidagi vajlar keltirganligimni va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 321-moddasi faqat surishtiruvchi, tergovchi prokuror va tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsigina o'z vakolatlari doirasida jinoyat sodir etilgani to'g'risidagi sabab va yetarli asoslar mavjud bo'lgan barcha hollarda jinoyat ishini qo'zg'atish shartligi belgilangan. Ya'ni arizamdagi vajlar: 1. Jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilish qaroridagi sobiq tergovchi Qodirov o'z tushuntirish xatida fuqaro Soliyevning pora so'rash bilan holat haqidagi arizasi yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir asos bo'lganligi aytgan, biroq shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Soliyevdan nima sababdan tushuntirish olmaganligini sababini so'ramagan. 2. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida undan nima sababdan fuqaro Soliyevdan Ortiqov To'lqin bilan tanishi yoki tanimasligini haqidagi so'ramaganligini sababini so'ramagan. 3. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida unda nima sababdan fuqaro Soliyevdan u bilan pora so'rayotgan Ortiqov To'lqin bilan uchrashgan yoki uchrashmaganligini so'ramaganligini sabablarini so'ramagan. 4. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan
fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida undan agar u gumon qilinuvchi tariqasida so'roq qilish blankasi bo'lmaganligini sababli guvohni so'roq qilish bayonnomasi tariqasida Ortiqovni so'roq qilgan bo'lsa, nima sababdan uni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238 240-moddalari tartibida ogohlantirmaganligi sababini so'ramagan. 5. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida unda nima sababdan gumon qilinuvchi blankasida meni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi B bandi bilan gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinganligi ko'rsatganlik sababini so'ramagan. Nima sababdan Ortiqov gumon qilinuvchi blankasiga o'zi yozib berganligini sabablarini so'ramagan. 6. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida guvoh Sidiqov o'z ko'rsatmasida Ortiqovning qo'lidan ququn dog'lari chiqqanligini tergovchiga aytgan vaqtida undan ekspertiza xulosasiga asosan Ortiqovning qo'lidan ququn dog'lari chiqmaganligini aytib, unda nima sababdan yolg'on guvohlik berganligi haqidagi ogohlantirishga qaramasdan yolg'on guvohlik berganligi sabablarini so'ramagan. 7. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida guvoh Mirzaraupov o'z ko'rsatmasida Ortiqovning qo'lidan ququn dog'lari chiqqanligini sobiq tergovchiga aytgan vaqtida undan ekspertiza xulosasiga asosan Ortiqovning qo'lidan ququn dog'lari chiqmaganligini aytib, undan nima sababdan yolg'on guvohlik berganligi haqidagi ogohlantirishga qaramasdan yolg'on guvohlik berganligi sabablarini so'ramagan. 8. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida guvoh Nabiyev o'z ko'rsatmasida Ortiqovning qo'lidan ququn dog'lari chiqmaganligini sobiq tergovchiga aytgan vaqtida unda nima sababdan guvohni ko'rsatmasini Ortiqovga qarshi foydalangan sabablarini so'ramagan. 9. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida guvoh Dehqonov ham o'z ko'rsatmasida Ortiqovning qo'lidan ququn dog'lari chiqmaganligini sobiq tergovchiga aytgan vaqtida unda nima sababdan guvohni ko'rsatmasini Ortiqovga qarshi foydalanganligi sabablarini so'ramagan. 10. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilish qarorsiz gumon qilinuvchi so'roq bayonnomasi asosida so'roq qilib, hujjatlarni qalbakilashtirgan sabablarini so'ramagan. 11. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida gumon qilinuvchi so'roq bayonnomasi asosida Ortiqovni himoyachisiz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 50-53-moddalariga qat'iy talab bo'lsa-da, nima sababdan qat'iy talab bo'lmagan degan vajni keltirganlik sabablarini so'ramagan. 12. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida sobiq tergovchi tomonidan menga qilingan ayblovda dizel yoqilg'isi deb ko'rsatib, amalda namuna olish bayonnomasi dizel yoqilg'isi o'rniga suv quyilganligini haqidagi namuna olish bayonnomasini yuritilib, hujjatlarni qalbakilashtirganlik sabablarini so'ramagan. 13. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida sobiq tergovchi tomonidan menga qilingan ayblovda boshqa shaxslar til biriktirib deb ko'rsatib, amalda meni ovozim mavjud bo'lmagan audio kasetani eshitib ko'rish bayonnomasini yuritilib, hujjatlarni qalbakilashtirganlik sabablarini so'ramagan. 14. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida sobiq tergovchi tomonidan menga qilingan ayblovda tamagirlik yo'li bilan 15 ming so'm pora deb ko'rsatgan bo'lsa-da, amalda meni barmoq izlarim mavjud bo'lmagan sud daktiloskopik ekspertizasi xulosasini yuritilib, hujjatlarni qalbakilashtirganlik sabablarini so'ramagan. 15. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida sobiq tergovchi tomonidan daliliy ashyo deb e'tirof etish to'g'risidagi qarori deb ko'rsatgan bo'lsa-da, amalda meni barmoq izlarim mavjud bo'lmagan sud daktiloskopik ekspertizasi xulosasini yuritilib, hujjatlarni qalbakilashtirganlik sabablarini so'ramagan. 16. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzganbayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida sobiq tergovchi tomonidan haqiqatan ham Ortiqovning o'zi so'roq
bayonnomasini to'ldirganligini aytgan holatida Qodirov uni so'roq qilmaganligi va boshqa joyda boshqa shaxslar tomonidan majburlab yozdirganligini, o'z isbotini topganligini sabablarini so'ramagan. 17. Farg'ona shahar prokurori yordamchisi Uzgambayev tomonidan fuqaro Hamidov tomonidan tushuntirish xatida Artikov quva bojxona posti chetlab aylanma yo'llar bilan orqali turli tovar moddiy boyliklarni, shuningdek neft mahsulotlarini tamagirlik yo'li bilan o'tkazayotganligi haqidagi tezkor ma'lumotlar fuqaro Farhod Soliyev ariza bilan murojaat qilib, unda solyarka mahsulotini Qirg'iziston Respublikasi hududiga o'tkazib berish evaziga 10 ming so'm pul so'rayotganligini, suvni 5 ta shisha baklashkaga, idishga namunaga sifatiga kukla qilinganligi, mashinada Qirg'izboyev pulini unga bermoqchi bo'lib taqdim qilganida pastga tushganda berishni aytganligi, shu bois puldagi zarrachalar uning yuz sohasiga sachragan bo'lishi mumkinligi, Artikovni yuz sohasiga majburlab tekkizgan bo'lishligini aytib, ertak ko'rinishligiga tushuntirish berganligini sabablarini so'ramagan. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan Soliyev o'zining arizasida Artikovni 10 ming so'm pul talab qilyapti deb ko'rsatgan bo'lsa, nima sababdan uning arizasida tekshirish uchun fuqaro Soliyevga audio yozishma qilish imkoniyati yaratilmagan va uni topish chorasini ko'rmagan. O'zbeklarda qarg'ani ko'zini cho'qmaydi degan gap bor, lekin bu holatda nafaqat ko'zini, balkim boshqa joyini hali cho'qiladi ham. Chunki sobiq prokuratura xodimi Shuhrat Qodirov o'zi ham xuddi men kabi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi va boshqa moddalari bilan ayblanib, ozodlikdan mahrum qilish joylarida jazoni o'tab kelgan. Nima unga iltifot ko'rsatiladi-yu, menga qonuniy arizam ko'rilmaydi. 19. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida sobiq tergovchi tomonidan gumon qilinuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinishi haqidagi qaror chiqarilmasdan, Artikov gumon qilinuvchi tariqasida so'roq qilinib, so'roq boshlangan va tamomlangan vaqtlarni ko'rsatmagan bo'lsa, ushbu blankadan foydalangan deb ko'rsatgan bo'lsa, lekin jinoyat ishining 14, 16, 18, 20, 58, 106, 110 varaqalarida guvohni so'roq qilish bayonnoma blankalari mavjudligi bilan to'liq inkor qilinishligi sabablarini so'ramagan. 20. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida sobiq tergovchi tomonidan mazkur so'roq bayonnomasi nomaqbul dalil hisoblanishi mumkin, lekin hujjatlarni qalbakilashtirish mumkin emas deb keltirgan bo'lsa-da, nima sababdan uni to'ldirgan shaxs, ya'ni mansabdor shaxs tomonidan mazkur hujjatga imzo chekilishligini sabablarini so'ramagan. 21. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan fuqaro Qodirovdan tushuntirish olgan vaqtida sobiq tergovchi tomonidan jinoyat predmeti dizel yoqilg'isi bo'lgani, kelishuv shu yukni Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazish bo'lganligi va chet el davlat hududiga o'tkazganligi bois ayblov asosli qo'yilgan deb aytgan bo'lsa-da, lekin haqiqatdan ham dizel yoqilg'isi bor yoki yo'qligini isbotlovchi sud kimyoviy ekspertiza xulosasini mavjud bo'lmasa-da, tushunarsiz sabablariga ko'ra o'sha vaqtdagi va hozirgi vaqtdagi tergovchilar tomonidan osmonga qarab xulosa chiqarilgan. 22. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan o'zining qarorida himoyachini ishtiroki ta'minlanmaganligi va bu holatni sobiq tergovchi Qodirov tomonidan tan olinganligi holatini ochiqdan ochiq ko'rinib turgan bo'lsa-da, tushunarsiz sabablariga ko'ra bu holatni Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan qarorda ko'rsatmay yashirgan. 23. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan fuqaro Soliyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237-moddasi bilan ogohlantirilmagan bo'lsa-da, qarorda nimaga asosan ogohlantirgan deb noto'g'ri xulosaga kelgan. 24. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan 2025-yil 7-avgustdan 2025-yil 14-avgust kuniga qadarli, ya'ni 7 kun ichida faqatgina 2 shaxs, ya'ni Qodirov Shuhrat Hamidov alimentlardan nomigina tushuntirish xati olib, mendan ketguncha egasiga yetguncha qabilida ish ko'rib, 2025-yil 14-avgust kuni jinoyat ishini qo'zg'atish, rad qilish qarorini qabul qilib, meni buzilgan konstitutsiyaviy huquqlarimni poymol qilishiga sababchi bo'lgan. 25. Farg'ona shahar prokurorining yordamchisi Uzgambayev tomonidan
o'zining qarorida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 4-qismi ko'chirib qo'yib xatoga yo'l qo'ygan. Aybdor Ortiqovni qo'lidan chiqmagan bo'lsa, jabrlanuvchi Farhod Soliyev bilan tanimagan bo'lsa, umuman gaplashmagan bo'lsa, ular o'rtasida audio yozuv bo'lmasa, nimaga pushaymon bo'lishi mumkin? Faqat majburlagan holatgina bu holat bo'lishi mumkin. 26. Farg'ona shahar prokurori yordamchi Uzganbayev qarorida 06.09.2013-yildagi O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumi qarorini ko'r-ko'rona ko'chirib qo'yib xatoga yo'l qo'ygan. Chunki plenum qarorida tovarlarni bojxona nazoratidan chetlab o'tishiga jinoyat hisoblanishi, lekin jinoyat ishida suv ekanligini oshkora aytilib, tovar moddiy boyliklarga kirmasa-da, bu holatlarga umuman e'tibor qaratilmagan. 27. Farg'ona shahar prokurorining yordamchi Uzganbayev qarorida tadbir davomida Soliyevning dizel yoqilg'isi bojxona nazoratidan chetlab aylanma yo'llar orqali Qirg'iziston Respublikasi hududiga olib o'tib ketishga imkon yaratib bergani uchun Ortiqovga ushbu modda bilan asosli ayb qo'yilgan deb xatoga yo'l qo'yilgan. Meni imkon yaratib berganligimni tasdiqlovchi biron bir video yoki audio yozuv yo'q. 28. Farg'ona shahar prokurorining yordamchi Uzganbayev qarorida arizachi Soliyevning Ortiqovning audio yozuvi bor deb yolg'on ko'rsatma berganlik holati uning e'tiboridan chetda qolgan. 29. Farg'ona viloyat va shahar prokuraturalari tomonidan Qodirovning harakatlariga baho berishlik uchun xizmat tekshiruv tayinlamaganligi va uning javobini ishga qo'shmagan. Farg'ona viloyat va shahar prokuraturalari xodimlari o'z vazifalariga shunchalik darajada bee'tibor, loqayd nima bo'lsa bular qabilida ish ko'rishadimi? 30. Jinoyatchilar boshqa Farg'ona viloyat sudi nomiga o'z arizamda menga tan jarohatlari yetkazganligim haqidagi murojaat qilganman. Ish bo'yicha guvohlantirish tergov harakati o'tkazilmagan va sud tibbiy ekspertiza tayinlamagan va bu hammasi menga nisbatan tan jarohati yetkazganligidan dalolat beradi. Siz tomoningizdan fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash bo'yicha bir necha marotaba ommaviy vositalarga chiqish qilib, prokuratura organlari bundan buyon buzilgan huquqlarni himoya qilish haqida bir necha marotaba aytilgan bo'lsa-da, amalda hech nima qilinmayapti. Yuqoridagilardan kelib chiqib sizdan shikoyatimni har tomonlama xolisona ko'rib chiqishingizni Farg'ona shahar prokurorining yordamchi Uzganbayev tomonidan 2025-yil 14-avgust kungi jinoyat ishini qo'zg'atish rad qilish haqidagi qarorni bekor qilib, Farg'ona viloyat prokuraturasi sobiq tergovchi Shuhrat Qodirovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 230-moddasi 2-qismi, 230-1-moddasi 3-qismi, 234-moddasi 3-qismi, 235-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishini qo'zg'atishni so'rayman. Rahmat.